Assalomu alaykum. Sizlar Haydarov Davron kanalidasiz. Azizlar, bugun sizga aytib bermoqchi bo'lgan hikoyam juda ham ayanchli bir insonning taqdiridir. Agar siz kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Like bosing, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring azizlar. Biz hikoyani boshladik. Chekka bir shaharchada Rayim tog'a degan inson bo'lardi. U inson bozorda aravakashlik qilib kun kechirardi. U bozorda har xil odamni ko'rardi. Bozorda halol mehnati uchun hamma uni e'zozlardi. Lekin o'sha mash'um voqeadan so'ng Rayim tog'aning hayotiga nuqta qo'yildi azizlar. Ha, nuqta qo'yildi. Hikoya sizga qiziqroq bo'lib tuyulyaptimi? Unda eshitishda davom eting. To'g'rirog'i nuqta qo'yishdi. Kunlarning birida Rayim tog'a ish vaqtida edi. Soat 2:30lar atrofida. Bir ayol keldi. Ayol turishidan go'yoki ruhiy kasalga o'xshardi. Ayollarimiz boshida ro'moli bilan go'zal, ammo u ayolning sochlari to'zigan edi. U ayolning aytishicha, bozor ichkarisida yuklari bor ekan. Olib chiqib bersa, aytgan narxini berishini aytibdi. Rayim aka bunga rozi bo'libdi. Bunaqa paytda aravakashlar ham fitirchilab qolishardi. Ammo hammadan qizig'i shunda ediki, ayol ularni go'yoki tanlayotgan edi. Aravakashlar ham hayron qolishdi. Shu payt ayol bir chekkada turgan, keksayib qolgan Rayim akani ko'rdi va "Siz men bilan yuring" dedi. Ichkariga kirib ular ayol aytgan yuklarni olib chiqishgach, ayol unga qarab, "Aka, endi yana bir iltimos. Shu yukimni uyga olib borib bersangiz." Rayim aka kulib yubordi. "Yo'q, singlim, meni ishlarim bor, farzandlarim bor, oilamni boqishim kerak" deb javob qildi. Ayol, "Aytgan narxingizni beraman, kerak bo'lsa ko'proq beraman" dedi. "Uyim uzoqda emas, amaki." Rayim aka o'ylab qarasa, bozorda 5 marotaba, 6 marotaba ham arava tortsa, u bergan pul yaxshi edi. Rayim aka azbaroyi farzandlarini o'ylab, oilasini o'ylab, unga rozilik bildirdi. Ayolning yuklarini olishdi-da, ayolning uyi tomon yo'l olishdi. Ayol yo'lda ketar ekan go'yoki telbalardek sochini o'ynar, o'ziga o'zi gapirar, o'ziga o'zi kulib qo'yardi. Bu holatdan Rayim aka biroz hayratga ham tushdi. Ular uyga yetib borishgach, "Singlim, yukni qayerga qo'yay?" dedi. Ayol "Mana bu yerga" deb darvozadan kiraverishga dedi. Rayim aka "Endi meni rozi qilsangiz, singlim, men uyga boray." Ayol esa kulib qo'ydi-da, "Hozir pul ichkarida edi. Yolg'iz yashayman amaki" deb ichkariga kirib ketdi. Shu kirib ketgancha yarim soat bo'ladiki, ayoldan darak yo'q. Rayim akaning toqati tog' bo'lgach, "Oy singlim, pulni olib chiqib berasizmi?" deb baqirdi. Shu payt ichkaridan ovoz keldi. "Aka, ichkariga kiravering, ichkaridan olib beraman" dedi. Uzru musulmonchilikda ayniqsa eri yo'q ayollarning uyiga kirish noto'g'ri desa, yana ichkaridan ovoz keldi. Bu gal "Yordam aka, yordam bering" dedi. Shu payt Rayim aka yordam so'zidan keyin o'zini ichkariga urdi. Shu payt uyning ichini ko'rib hayratdan yoqa ushladi. Uyning ichida na bir xona bor ekan. "Singlim, qani siz?" dedi. Kirish uchun qadam tashladi. Ayol "Men bu yerdaman" derdi. Rayim aka pardalari tushib turgan bir xonani ko'rdi. U yerga qadam bosib, "Singlim, qani siz?" degan vaqtda "Men bu yerdaman, mana senga" dedi-yu, Rayim akaning bo'yin qismiga zarb bilan, bolta bilan urdi. Rayim akaning bo'yin qismidan qon juda ham kuchli otilib chiqib ketdi. Bo'ynini ushlagancha yerga gurs etib ag'darildi. Rayim aka ayolni ko'zidagi vajohatni ko'rib tavba deb emaklagancha eshik tomon harakatlanardi. "Yordam, yordam bering." Ayol orqasidan sekin kelib, bu gal uning bel qismiga stulni ko'tardi-da, stul bilan yana urdi.
Rayim akajon holatda esini yegan dedi-da, yordam deb baqirardi. Ayol kulardi, qattiq kulardi. Bu gal ayol inson boshidek keladigan toshni oldi-da, Rayim akaning ostonadan chiqib turgan boshiga tashlab yubordi. Toshning zarbidan Rayim aka o'sha joyning o'zida olamdan ko'z yumdi. Voqeaning bu tarafini eshiting azizlar. Rayim aka yo'qolib qolganiga 2 kun bo'ldi. Darhol militsiya xodimlari qidiruvni boshlab yuborishdi. Hamma yoqqa e'lon berilgan edi. Aravakashlar ham kun ora so'roq savolda edilar. O'sha tuman uchastkavoyi Davlatov xonasida o'tirgan payt unga ma'lumot keldi. Xolmurodova ruhiy kasallar shifoxonasidan qochib chiqib ketganligi haqida. Darhol Davlatov ayol haqida ma'lumot qidirishga tushdi. Ular ma'lumotni topishgach, uning Sobir Rahimov tumanidagi Xolmurodovlar oilasiga borishdi. Ularning aytishicha, haqiqatda ayol ruhiy kasal ekan. Ammo oila a'zolari Xolmurodova kelmaganligini aytishdi. Uchastkavoy Davlatov yana o'yga to'ldi. Qayerda ekan? Shu payt Xolmurodovaning otasi ularning Oybek ko'chasida hovlimiz bor deb qolishdi. Uchastkavoy darhol o'sha hovliga borishdi. Tergovchilar, ichki ishlar xodimlari uyda biror kim bormi deb ichkariga kirishdi. Hamma yoq tinch, sukunat edi. O'sha yerdagilarning ham xushyorliklari yanada oshdi. Ular ichkariga kirishda davom etishardi. Bir payt eshikdan kirishgach, qarashsa Xolmurodova kravatda hamma yog'i qon holatda uxlab yotardi. Ichki ishlar xodimlari Xolmurodovani ko'rib hayron qolishdi. Xushyorlikni oshirib, imo-ishora bilan hamkasblariga sergak bo'ling deyishdi. "Hoy, tur" deb uni uyg'ota boshlashdi. Ayol birdan seskanib turdi-da, qattiq baqirardi. Vajohat bilan ular tomon o'zini urdi. Qo'lidagi pichoq bilan tashlandi. Ichki ishlar xodimlari ayolning qo'lidagi pichoqni arang olib qo'yishdi. Ayolga 3-4 erkak ham bas kela olmasdilar. Chunki juda qattiq stress holatida edi. Ayolni ushlashgach, ichkari xonaga kirishdi. Ana o'sha yerda Rayim aka juda xunuk holatda yotardi. Uning jasadi 3 kundan beri yotardi. Xolmurodova ayollar ruhiy kasallar shifoxonasiga yuborildi. Shifoxona mas'ullari bee'tibor bo'lganlari sabab ularga hayfsan berildi. Rayim akaning oilasiga esa hamdardlik bildirishdi. Shunaqa halol odamlar harom odamlar qo'lida o'lib ketishadi. Alloh bizlarni asrasin. Ogoh bo'ling azizlar, ogoh bo'ling. Hikoya muallifi Haydarov Davron.